Assalomu alaykum hurmatli bizning xaridorlar, kuzatib boruvchilar. Mana xudo xolisa do'konimizdan dvoyka holiganlar uchun UFC Venomdan navbatdagi dvoykamiz keldi. Ko'rishingiz mumkin. Ranglariga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Birinchi ko'rinishi oq, shunaqa komplekt qilib xarid qilsanglar ham bo'ladi yoki bizdan alohida futbolkasini o'zini hamda shortigini o'zini xarid qilsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning formaliga to'g'rilab bemalol buyurtma beraverasizlar. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yumshoq. Stilida bor yo'ligi ham bilinmaydi. Shortilarga bitta alohida e'tibor berib qo'yamiz. Shunaqa lipuchka UFC variant hamda anaqa iplari bo'ladi. Bemalol yonlarini boylab cho'ziluvchan, bemalol razmer tanlamaydi. Razmerlari M dan bularni ham 3XL gacha bo'ladi. Yonlari mana shunaqa ochuv ko'rinishda. Orqalariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Sifatlari juda ham zo'r. Shunaqa komplekt kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bularni skrovni boshqa varianti yo'qmi deganlar uchun mana bunaqa qora ko'rinishda ikki xil variant, qoraga tilla hamda qoraga oq variantini ham olib qo'yganmiz. Bularning ham razmerlari M dan 3XL gacha bo'ladi. Bularga ham podbor qilib shortilar ham xarid qilsanglar bo'ladi. Birinchi variantimiz, ikkinchi variantimiz hamda uchinchi ko'rinishi shunaqa yashil bo'ladi. Buni tepa futbolkasi, shortini o'zini xarid qilaverasizlar. Bulardan tashqari yana dvoykalarimiz bor. Greenfielddan ko'rishingiz mumkin. Temniy siniy Venom ikkinchi varianti, Greenfield ikkinchi varianti. Sifatlari juda ham zo'r. Kimga shunaqa mahsulotimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga xudo xolisa narxlari, rasmlari bilan joylab boramiz. Videoni mana shunaqa dvoyka qidirib yurgan do'stingiz borib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Mega Sport.